Bu boshida turgan penoplastni boshidan issiq o'tib ketmasligi uchun qilingan deb o'ylayotgan akalar haqiqatan to'g'ri. Lekin men bu uchun videoni betdan olganim yo'q. Ko'pchilik mana bu fundamentdan keyin turgan penoplastga ahamiyat bermagan bo'lsa kerak, menga o'xshab. Akalar, penoplast bilsangiz agar issiq suvni o'tkazmasdan tashqari nam ham o'tkazmaydi. Ya'ni fundamentdan keyin taxta qo'yishyapti, taxtani o'rtasiga penoplast qo'yishyapti. Nima uchun? Chunki pastdagi zax taxtaga o'tib, taxtani chiritib yubormaslik uchun qilinyapti. Xullas aka, penoplastlarimiz ham issiq suv o'tkazmaydi, ham nam o'tkazmaydi. Xullas aka, agar sizni tomingizni tagidan to'g'ridan-to'g'ri tunka bo'lib, etdi, nima bilan izolyatsiya qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, ham arzon, ham optimal varianti shu penoplast bo'ladi. Haqiqatan ko'pchilik uyga shu penoplast qilganimizdan keyin maza qilib, xuddi shu narsadan foydalanishyapti. Nafaqat uy nalisligi, balki qanaqadir ishxona, dargohlarga bo'lsa ham shu penoplast istalgan qalinlikda, istalgan zichda kesib berish imkoniyati mavjud. Bu penoplastlarni yana borki, g'ishtlar orasiga izolyatsiya qilish vazifasini ham qo'yishyapti aka. Xullas aka, penoplast haqida to'liq ma'lumotlarni mana shu profilda berib boryapmiz. Biz o'zimiz shu penoplastdan aka ishlab chiqaramiz. Agar sizga ishlab chiqarish jarayoni ham qiziq bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yasiz. To'liq ma'lumotlarni pastdan olasiz bo'ladi. Narxlarga kiradigan bo'lsak, mana raqamlar qoldi ham. Shu raqamlarga telefon qilsangiz, to'liqroq ma'lumot olasiz. Eng asosiysi aka, sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganlardan yomon gomondan bo'lmaysiz. Assalomu alaykum.